Nimaga sen topa olmayapsan, Alloh topganda demaylik, chunki uni taqdiri u. Haqiqatan kunga, tunga o'laysan bo'lmaydi. Demak, Alloh taoloning taqdiri. Seni ishing tugadi. Seni ishing harakatida. Bu yo'q Allohdan. Kishi mol dunyoni so'raydi, orzu qiladi, lekin yeta olmaydi. Umri davomida qo'li kalta bo'lib o'tib ketadi. Buni yomonlik deb o'ylamasin. Buni yomonlik deb o'ylamasin. Sabrdan boshqa hamma amalni mukofoti birodarlar cheklab, o'lchab beriladi. Faqat sabrni mukofoti hisoblamasdan beriladi. Sodiq mo'min banda turmush tarzini tuzatishlik uchun hamma sababni qiladi. Yuguradi, yeladi, mehnat qiladi, lekin natija u xohlagandaqa bo'lmaydi. Mo'min banda, sodiq mo'min banda turmush holini, turmush tarzini yaxshilashlik uchun mehnat qiladi, yuguradi, yeladi, lekin natija u aytgandaqa bo'lmaydi. Shunda nima qiladi? Taqdiriga rozi bo'ladi. Sabr qiladi. Shuning uchun ajri katta bo'ladi. Biz bu yerda hech narsa qilmasdan Allohda aytgani bo'ladi deb o'tirib olgan odamga gapirmayapmiz. Tinmaydi, bechora tinmaydi, kecha kunduz yuguradi, qishin yozin yuguradi, lekin bo'lmayapti. Endi nima qilish kerak u? Biz o'sha harakat qilmayotganda malomat qilaylik. Agar shunaqa farzandimiz yotib olgan bo'lsa, urishib olashaylik. Ishlar yugur chiqdi. Ammo yugurib, yelib harakat qilsa ham bo'lmayaptimi? Shu farzandni malomat qilmaylik. Nimaga sen topa olmayapsan, Alloh topganda demaylik, chunki uni taqdiri u. Haqiqatan kunga, tunga o'laysan bo'lmaydi. Demak, Alloh taoloning taqdiri. Seni ishing tugadi. Seni ishing harakatida. Bu yo'q Allohdan. Endi kufr olamidagi odamning holini qarang. Yuguradi, yeladi, harakat qiladi, sabab qiladi, natija bo'lmasa tushkunlikka tushadi, o'zini o'ldirishlikkacha boradi. Ammo iymon olamida-chi? Hamma sababni qilgandan keyin natija bo'lmasa, demak Allohdan ekan deydi, rozi bo'ladi, ajr oladi. Al-Akram, o'ta karamli bo'lgan Robbisi shu narsani taqdir qilgan edi unga. Alloh qizg'anmagan edi, Alloh baxillik qilmagan edi. Men qildimmi harakatni nimaga bermading demaydi. Chunki karamli, o'ta saxovatli bo'lgan Robbis shu kunda taqdir qilibdimi? Demak, shu sizga yaxshi ekan. Endi nima bo'ling? Rozi bo'ling. Innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Hech shak shubha yo'qki, sabr toqat qilguvchilarning ajr mukofotlari hisob-kitobsiz, to'la to'kis qilib beriladi. Inna wajadnahu sabira, ni'mal abdu innahu awwab. Alloh taolo o'zining bandasi Ayyub alayhisalomni maqtab aytadiki, dar haqiqat biz Ayyub alayhisalomni sabr qilguvchi holda topdik, u naqadar yaxshi bandadir. Nimasi uchun Alloh taolo yaxshi deyapti? Sabr qilgani uchun. Birodarlar, ustimizda turgan kun Alloh bizga taqdir qilgan kun. Sabr qilsangiz ham shu kunda turibsiz. Jazabaga tushsangiz ham shu kunda turibsiz. Rozi bo'lsangiz ham shu kun. Norozi bo'lib shikoyat qilsangiz ham shu kun. Keling birodar, haqiqiy mo'min bo'laylik. Al-Akram, o'ta karamli Robbimiz shu kunni bizga beribdimi? Demak, shu kun yaxshi ekan, chunki Robbimiz Al-Akram, karamli zot. Insonning ustiga qanday kun kelmasin, Alloh unga nimani taqdir qilgan bo'lmasin, albatta buni orqasida hikmat bor. Zo'r gap tarqalib qoldi oralarimizda. Mana dedi, palon paytda mana qilganimizda moncha pulimizga kuyuvdik deydi-da, aytadiki, albatta buni ham hikmati bo'lsa kerak deb qo'yapti bolalar. E'tibor beryapsizlarmi? Albatta buni ham hikmati bor deb qo'ydi. Pulga kuydi, 20 ming, 30 ming dollarga kuydi. Lekin nima deyapti? Buni bir hikmati bor deyapti-da, xotirjam. Mana kecha bitta ukamiz bilan mashinasida ketar, shuni aytayapti. Bir fura narsam deyapti, yo'q bo'lib ketdi. Olgan odam o'lib ketdi deyapti. Olgan nasiyaga olib ketgan, o'lib qolgan. Bolalarga borsam tan olmayapti deyapti. Deyapti-da, aytayaptiki, buni ham bir hikmati bo'lsa kerak deb qo'yapti. Eslaylar, Xizr alayhisalom Musa alayhisalom bilan uchrashib yurganida bir yosh bolani o'ldirib qo'yadi. 12 yosh bolani o'ldirib qo'yadi. Tushunmaydi, nimaga o'ldirding deydi. Bu katta bo'lganda kufrga, tug'yonga yetib, ota-onasini ham kofir qilib yuborardi deydi. Ota-onasini shu bolasini o'lganligi ota-onasi uchun katta musibat, lekin hikmati bor edi ekanmi? Va ma fa'altuhu an amri, men o'z boshimchalik qilib qilganim yo'q bu ishni, bu Robbimning buyrug'i edi dedi. Shuning birodarlar, qanaqa holatda turibmiz hozir? Iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy ahvolda. Demak, shu turishimizning nimasi bor? Hikmati bor. Hikmati bor. Va amma idza mabtalahu faqadara alayhi rizqahu. Endi Robbisi uni sinab, rizqini tang qilib qo'ysa, nima deydi? Alloh meni xor qildi deydi.
Ota-onadan ko'ra farzandga mehribonroq odam bormi yer yuzida? Yo'q a? O'sha ota-ona bolasi yeyman desa bir muayyan bir narsani yegizmaydi. Menga ham beringlar desa bermaydi. Yig'laydi bola. Aytinglar-chi, shu ota-ona bolaga mehr shafqatlimi yoki shafqatsizmi? Bolasiga baxillik qiladimi shular shu yerda? Bola tushunmaydi buni. Hamma yeyapti, menga bermayapti, meni yomon ko'radi bular deydi. Lekin nimaga man qilyapti? Bir kasali bor edi, shuni yesa qo'zib ketar edi. Allergiyasi bormidi, oshqozonida kasal bormidi, suyagida, terisida kasali bormidi? Ammo bola buni hikmatini tushunmaganligi uchun ota-onaning ishiga norozi bo'lib turaveradi. Xuddi shunga o'xshagandek, siz so'rayapsiz rizqingizni keng qilishini. Siz sababini ham qilyapsiz, o'lib tolib ishlayapsiz, lekin natija siz aytgandek bo'lmayapti. Robbiz al-Akram, o'ta karamli zot. Demak, nimasi bor buni? Bir hikmati bor. Demak, ustimizda bo'layotgan ayrim ishlar bizga yoqmayotgan bo'lsa, buni tushunmayotgan bo'lsa, bu bizning ojizligimizdan. Lekin shubha yo'q, buni hikmati bor. Qiyomatda albatta nima qilamiz? Ko'ramiz. Shuning uchun mu'minlarda oxirgi duosi nima bo'ladi? Va axiru da'vahum anil hamdulillahi robbil alamin. Qiyomat qoyim bo'lib qilgan duolarini ijobat, dunyoda ijobat bo'lmaganligidan norozi bo'lgan. Qilgan harakatlari, qilgan duolarini hammasini bu dunyoda bermagan bo'lsa, buni hikmatini oxiratga borganda ko'rib turib, nima deyshadi? Oxirgi tilaklari esa butun olamlar Parvardigori Allohga hamd va sano bo'lsin deydi. Qiyomatga borganda ko'ramiz birodarlar, mana shu ustimizdagi ishlarda hammasini hikmatini. Nimaga musulmonlar hozir kambag'al? Buni ham bir hikmati bor birodarlar. Bejiz bo'lmayapti. Hammasining orqasida bir hikmati bor. Al-Akram, o'ta karamli, ulug' Robbimiz aytadi: "Ey bandalarim, meni bir narsani sizlarga berishim, ikrom qilishim emas. O'sha narsani bermay qo'yishim, xorlashim emas. Ato qilishim sinov, man qilishim davo. Ato qilishim sinov, man qilishim shifo." Faqat shu. Hali yosh bola yoqatni bermasa shifo bo'layotdi-yu. Masalan, shu qizil narsani esa allergiyasi qo'zib ketar edi. Bermayapti o'sha onorda. Unga bermayotganligi nima? Shifo, faqat tushunmayapti bola buni. Shuning uchun biz ham birodarlar, Al-Akram Robbimiz bergan kunga nima bo'laylik? Rozi bo'laylik. Alloh taolo bir bandani yaxshi ko'rsa, uning ustiga sinovlarni yuboradi. Imtihonlarni yuboradi. Balolaydi. Banda sabr qiladi, duo qiladi, sabr qiladi, duo qiladi, Alloh taolo gunohlarni yuvadi.